Hürmetli vatandaşlar, leksiyemizni davamlaştırımız leksiya. Prezident Trump Twitter'ga xat yazıp Jungoni agahlandırdı. Çavşan yadro meselesi yardım kılsa biz özümüz bir taraf kılımız. Çavşan yadro meselesi yardım kılmasa biz özümüz bir taraf kılımız. Mavzulu haber 4. ayının 13. günü Amerika avazının Xitay til programı ilan kılın. Haber mundaq başlar. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Çavuşan özü avarchilik tepib oldi. O'xshashda ogohlantirib prezident mundaq ko'rsatdi. Jungo yordam qilamdi, qilmamdi. Buning bilan chatig'imiz yo'q. Çavuşan masalasini Amerika biz o'z oldimizga bir taraf qilamiz. Prezident Trump 11. kuni Twitter'ga fikir yozib ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Çavuşan özü avarchilik tepib oldi. Agar Jungo Çavuşan meselesini bir taraf qilishga yordam qilishni qaror qilmasa, nayt yaxshi kechiringlar. Agar yordam qilishni qaror qilmasa, undaqda ular, ya'ni Jungoliklar qatnashmagan ahvol ostidami biz Amerika o'zimiz Çavuşan meselesini bir taraf qilamiz. Prezident Trump Twitter'ga yozgan yana bir fikirdi mundaq ko'rsatdi. Men Jungoning raisiga tushuntirib o'tgan edim. Agar ular, ya'ni Jungoliklar Çavuşan meselesini hal qiladigan bo'lsa, undaqda ularning Amerika bilan savdo tijorat bordi keldi munosabatlari uchunmi aytganda foydali, texmi yaxshi. Fursat bo'ladi. Prezident Trump'ның Twitter'ga yozgan bu ikki cümle fikri buningdan sal burun pul muomala gazetiga so'zlab bergan fikrlar bilan o'xshash bo'ldi. U so'zida Prezident Trump mundaq ko'rsatgan. Jungo Çavuşanga ta'sir kuchi bor cho'ng davlat. Jungo Çavuşan masalasida Amerikaga yordam qilmaslikni belgilash kerak. Agar ular bizga Amerikaga yordam qiladigan bo'lsa, Jungoga intayin foydali bo'ladi. Agar ular Jungoliklar Çavuşan yadro qurollarini bir taraf qilish masalasi bizga Amerikaga yordam bermaydigan bo'lsa, undaqda har qanday kishiga foydasi bo'lmaydi. Agar Jungo Çavuşan masalasini hal qilmaydi ekan, undaqda biz Amerika o'zimiz hal qilamiz. Prezident Trump ogohlantirib berishdan bir kun burun gapdan qayta takrorlanishi, birisi pul muomala gazetiga so'zlagan vaqtda gap yana qayta takrorlandi. Keyingisi 11. kuni matbuotga so'zlagan so'z. Prezident Trump ogohlantirish berishdan bir kun burun Çavuşan Karvensin belgilik avammatlik zarbadarlar gruppasining Çavuşan yerim orlig'iga kirganligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Çavuşan markaziy axborot o'rni mundaq dedi. Bu hareket qilch tap tortmasdan tajovuz qilgan harakatdir. Balki eng xatarlik bir bosqichga kirganlikdir. Çavuşan barliq vositalarni qo'llanib qaytarib zarba berdi. Amerika bundan kelib chiqqan ofat xarakterlik oqibatga butunlay mas'ul bo'lishi lozim. Bu Çavuşan Kim Jong-un hukumatining fikri ekan. Wall Street 11. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo harbiy taraf Çavuşan chegarasi Yalvujang daryosi ko'rik beshiga 150 ming kishilik askariy qism to'pladi. Amerika Çavuşanga hujum qilsa, Çavuşandan eqib kirdigan ko'chmanlarni to'sib qolmoqchi bo'ldi. Bu ikkinchi xabar, Wall Street'ning xabari. Amerika yanala yadro qurollari masalasi bo'yicha Jungoning Çavuşanga besim ishlatishini umid qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillerson yakshanba kuni Kolumbiya radio televiziya muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Çavuşan yadro qurollari plani taraqqiyotini yaxshi tushunadi. Harakat qo'llanib cheklashga qo'shilishi kerak. Davlat ishlar kotibi Tillerson yana mundaq ko'rsatdi. Rais Xi Jinping yaxshi tushunadi. Belki men o qo'shiladi deb o'ylayman. Navbatdagi jiddiylik kaskinlashib ketdi. Balki ma'lum darajada tahdid paydo qildi. Shuning uchun harakat qo'llanish kerak.
Amerika Qo'shma Shtatlari, yana bir xabar, Amerika Qo'shma Shtatlari Chavshan raketa qo'yib basi urib tushirish to'g'risida ittifoqdosh davlatlarning tayyorlik qilishi to'g'risida uqtirish chiqadi. İttifaqdosh davlatlarning tayyorlik qilishiga uqtirish chiqadi. Mavzuli xabar 4-oyning 11-kuni Vanvet orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Chavshan yerim orolida jiddiy vaziyat davomlashyapti. Tashqi dunyoda bu oyning 15-kuni Chavshan Quyosh bayrami kunida 6-qatimliq yadro qurollari siniq elib bor degan gaplar tarqalib yuriydi. Raketa sinaq qiladigan shu paytda Amerika Tinch okean dengiz pilotining qo'mondoni to'yoqsizlar aslida Avstraliya ketayotgan yadro o't kuchi bilan mangdigan Carvinson belgilik avtomatik zarbadarlar guruhining rolini yoki mengish yo'lini yo'tkab qaytadan sharq shimoli Osiyoga yurish qilib Chavshan yerim oroliga kirishga buyruq tushirdi. Koreya harbiy tarafning xabarda ko'rishicha, Carvinson belgilik avtomatik zarbadarlar guruhi Chavshanning Quyosh bayramidan burun nishon qilingan suv yuziga yetib keldi. Avstraliya kundalik xabarlar gazetining 1-kuni bu davlatning axborot organlarining so'zidan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Amerika Avstraliyani o'z ichiga olgan ittifoqdosh davlatlarga uqtirish chiqarib, agar Chavshan raketa sinaq qiladi ekan, Amerika urib tushirdi, tayyorlik qilib qo'ydi deb ko'rsatdi. Uqtirdi. Xabarlarga asoslangan Amerika havo armiyasining qo'mondoni Lori Robinson, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi harbiy ishlar komitetiga bir parcha hujjat yo'llab, bu hujjatda Chavshandan yadro sinaq qilishi, raketa qurollarini taraqqiy qildirish misli ko'rilmagan saviyaga yetdi deb ko'rsatildi. Chavshanning yadro qurollarini sinaq qilishi va raketa qo'yib berib ig'vogarchilik qilishi kun sayin qistab kelmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Matis mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump davlat bexatarlik yig'inining turlarini tanlash bo'yicha Amerika va Amerikaning Sharqi Osiyodagi ittifoqdoshlariga kelayotgan tahdidni tugutish uchun atrofli tayyorlik qilishni talab qildi. Hurmatli vatandoshlarim, Chavshan to'g'risida bugun xabarlarimiz shu yerdan shu yergacha bo'ldi. Endilikda biz sizlar bilan birlikda tahlil qilamiz.